Assalomu alaykum hammaga, retseptlar kolleksiyasiga xush kelibsizlar. Bugun bolalikni bir eslab, korjik tayyorlaymiz. Juda ham mazali ham barakali retsept. Ko'pgina qilib tayyorlab, salafanga o'rab qo'ysanglar, bir hafta hech narsa qilmay turadi. Bismillahirrohmanirrohim deb ishimizni boshlaymiz. Bizga kerak bo'ladi 1 dona tuxum, 450 gram shakar, 500 ml qatiq yoki kefir solib, yaxshilab aralashtiramiz va 2 choy qoshiq soda va 1 choy qoshiq vanilniy shakari solib yana yaxshilab aralashtiramiz. Qatiq reaksiyaga kirishib ko'piradi. Ko'pirganidan keyin 200 ml oddiy semichka yog'ini solib yana yaxshilab aralashtiramiz. Menda hammasi bo'lib 1 kilo 200 gram un ketdi. Unni 3-4 ga bo'lib solamiz va 1 choy qoshiq razrixiteli solib, elidan o'tkazib, xamir qilishni boshlaymiz. Aytganimdek, unni birdaniga sovurmaylik. Xamirimiz qo'lga yopishadigan yumshoqqina xamir bo'ladi. Qo'lga yopishyapti deb ko'p un sovurmaylik. O'zi qo'lga yopishadigan yumshoqqina xamir bo'lishi kerak. Qo'limizda ozgina mushlab olamiz, ko'p mushlashinglar shart emas. Xamir shunaqa qo'lga yopishadigan yumshoqqina xamir bo'ladi. Xamirimizning tinishini kutmasdan ozginadan un sepib, yoyib olamiz. Yoyayotganda juda ham yuqa qilvormaylik, yuqa qilsanglar qattiqroq korjik bo'lib qoladi. Ozgina qalinroq bo'lishi kerak. Korjiklarning o'zini nasatkasi ham bo'ladi. Bozorlarda sotiladi. Korjik nasatkasi deb so'rasanglar berishadi. Mana xamir qalinligi shunaqa ko'rinishda bo'lishi kerak. Mana shunaqa o'rtacha kattalikda gulli nasatkada korjiklarimni yasab oldim. Listga orasini ozgina ochib, taxlab olamiz va tuxumni vilkada aralashtirib, ustiga surib olamiz. Xohlasanglar bitta dona tuxumni sarig'iga 1 osh qoshiq sut aralashtirib, sursanglar ham bo'ladi. Oldindan qisitilgan 180 gradusli duxovkaga 20-25 minutga qo'yib pishirib olamiz. Qizargunicha yana o'zingizlarning duxovkaga qaraysizlar. Mana korjiklarimiz tayyor, yumshoqqina, mazali bo'lib tayyor bo'ldi. Aytganimdek, ozgina qalinroq qilsanglar va salafanga o'rab qo'ysanglar, yumshoq bo'lib bir hafta ham yumshoqligini yo'qotmasdan turadi. Shu retseptimdan 2 kilo 200 gram korjiklar tayyor bo'ldi. Sizlarga ham tavsiya qilaman, albatta tayyorlab ko'ringlar. Retsept yoqqan bo'lsa, like bosib, kommentariy yozishni esdan chiqarmanglar. Keyingi bundan ham ajoyib retseptlarda ko'rishguncha xayr, sog', omon bo'linglar.